Tut. Gelecek gide bravo. Kolye. Allah, uy berganda nima qilardingiz? Ota bilan yashardim. Kim bilan yashardingiz? Ota bilan. Ota-onam bilan yashardim. Otangiz bormilar? Bor edilar. Bilan yashamaydilar. Yashamaydilar. Endi mayli, endi Xudo xolasa, inshaalloh Alloh sizga uy bersa, ota-onangiz bilan mayli yashardingiz. O'zingiz nima qilgan bo'lardingiz? Mabodo sizga Alloh kechirmas, mana men qo'limda bersa Alloh, nima qilardingiz? Namoz o'qishga harakat qilardim. Maşallah. Ana shu niyat to'g'rilang. Shu yaxshi-da, inshaalloh Alloh sizga yetkazadi Xudo xolasa, inshaalloh. Siz yig'lamang bolam, yig'lamang. Bu mashinani nima qiling? Tut. Gelecek gide bravo. Kolye. Nima bo'ldi? Ushlab olib kelib berdi. Qapdimi? Guruhda bilan. Shunaqa bola tarbiyalaganingizga, shunaqa shoyit mana tarbiyalayapsizlar, Xudoning o'zi sizlardan rozi bo'lsin, mana zo'r. O'g'lim, Yeti o'g'lim oxir. O'g'lim qochib ketdilar. sizga bir nimam bor. Rad etmaysiz, maylimi? Hozir bitta sog'om bor, Xudo xolasa. Alo. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bitta odam manada o'g'lim ertasan ketishdi. O'sha nomada telefon so'rayapti. Ha, subhanalloh. Ehson mukofot, faqat ehson bolam. Sizni qilgan yaxshi amalingiz uchun Alloh sizni mukofotladi. Allohdan uy so'raganmidingiz? Ha, uy so'raydim men. Rahmat. Allohdan uy so'raganmidingiz? Ha, so'rayapman. Namangan shahrining Qoq markazida sizga 3 xonali uy hadya bo'ldi. Oilangizni olib kelib ko'rib ketishingiz mumkin. Qayerga borishim kerak? Oilangizni olib qo'ng'iroq qilsangiz, men yana manzilni tushuntirib yuboraman. Ha. Rahmat. Uyingizlarni olib keling, xo'p? Inshaalloh mana azizlar ko'rdingiz. Bu har bitta Allohning mukofotiga, Allohning bir najotiga, nusratiga inson avvalambor o'zi bir qadam tashlashi kerak. Mana shu qadamni allaqachon bular onalari duo qilib tashlab bo'lgan, lekin farzandlarini mana ko'rdingiz, jasorat qilib mana shu o'g'irlab ketilgan sumkani orqasidan yugurib borib chopib shu insonni koriga yaradilar. Bir insonning mushkulini oson qildilar. O'zlarining jonlarini xatarga qo'yib, shu sumkani qaytarib olib berdilar va buni mukofotini hozir ko'rasiz.
Yaxshimisizlar? Yaxshi o'tiribsizlarmi? Tuzumisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Siz yaxshi yuribsizmi? Andijoningiz sog'mi? Va alaykum assalom va rahmatulloh. Keling, o'tiringlar. Yaxshi keldinglarmi? Andijoningiz sog'mi? Yig'lamang. Inshaalloh bugun xursandchilik kun. Sobirjonda yuz ochib qo'ying. Hamma sizni ko'rsin. Qiyomat kunida Alloh taolo faqir va yetim bolalarga qarata shunday derdi. Boqing. Kim sizni taomlantirdi, kim sizga suv berdi, kim sizni kiydirdi. Ana o'sha kimsalarning qo'lidan ushlang va jannatga birga kiring. Bugun Kenajon inshaalloh xursandchilik kun. Mana kelganimdan keyin ancha vaqt o'tib ketdi. Biz juda ham xohlagan edik shu so'v kunlar tushgunga qadar nimadir qilib sizlarning qalbiga xursandchilik olib kirishi, sizlarni shodligiga sababchi bo'lishi Allohdan so'ragan edik. Siz bilan ko'rishdik o'shanda. O'shanda men sizga aytdim, duo qilib turing bolam dedim. Duo qildingizmi? Nima deb duo qildingiz? Xudoyim bizga ham tezroq uy berishini so'rayotgan, undan yuz yurgan so'rayotgan. Subhanalloh. Bugun Sobirjon bilan biz ilk marotaba ko'rishdik. Ular meni ko'rmadilar. Men mashinada o'tirgan edim. O'sha bular ishlab turgan joylarga avtoservisga bordik. Bir voqeani uyushtirdik biz. Siz xabaringiz bo'ldimi yo'qmi? Men shu bolani Atiladan sinamoqchi edim. Qani nima qilar ekan shu yigit deb. Kutilmaganda bir o'g'ri kelib mashinamizdan pullarimiz solingan bassetkani o'g'irlab ketdi. Shu lahzada hech kim yordamga bo'lgan yo'q. Hech kim yordamga kirib, hech kim o'g'lining orqasidan quvlagani yo'q. O'g'lingiz yolg'iz orqasidan quvladi. Va shunda shu lahzada sizga bizning xodimlarimizdan bir kishi qog'oz tashlab ketdi. Qog'ozda nima deb yozilgan edi? Mana shu nomerga telefon yozilgan ismi o'qimadim, lekin onamga berdim haqida. Subhanalloh. Qilgan yaxshi amalingiz uchun Allohdan hadiya. Shunday yozilgan. Ehsonning mukofoti faqatgina ehsondir. Sizni Sobirjon qalbingiz juda ham go'zal ekan. Mashalloh. Alloh rozi bo'lsin. Va o'sha suhbatimiz davomida sizga Alloh uy sovg'a qilsa siz nima qilardingiz degan savollarga siz nima javob berdingiz? Uy sovg'a qilishgan ilohim mana namoz o'qishni o'rganaman. Subhanalloh. Men ko'p ham sizlarni qiynamoqchi emasman. Bugun xursandchilik kun. Biz aslida Chust tumandan harakat qilgan edik, lekin alhamdulillah yaxshi insonlar bor ekan. Bizni iltimoslarimizni yerda qoldirishmadi va Namangan shahrining o'zidan, xoh markazidan 3 xonali yangi uyni bugun sizga hadiya qilish imkoniyatini Alloh bizlarga berdi. Alhamdulillah. Uylar muborak bo'lsin. Tabriklaymiz. Inshaalloh. Tabriklaymiz. Xursandmisiz? Uylar bor. Cho'laydi. Nima uchun biz sizlarga yetimlarga yordam bering, faqirlarga yordam bering deb murojaat qilsak, hech ham tushunchangizdan birsini chiqargingiz kelmaydi. Shu uyni bor qilguncha qancha odam yalinmadik, qancha odam iltimos qilib chiqmadik. Vaholanki 30 mingtagina odam 10 ming so'mdan pul ehson qilsa, shu uy barpo bo'lardi. Shu uy bor bo'lardi. Shu uyni biz hadiya qilardik. Lekin afsuski narsa bo'lgan. Unga chiqdik, iltimos qilindi, yalindi. Lekin bo'ldi-ku axir. Tasavvur qiling, 30 mingtagina inson, 35 million aholili O'zbekiston uchun 30 mingta nima degan narsa? 10 ming so'mdan $1 Alloh uchun hisob qila olmaysizmi? Rasululloh sallallohu alayhi vasallam suyukli payg'ambarimiz, habibimiz, shafoatchimiz har bir quyosh chiqqan kunda har bir tirik jon, har bir bo'g'ini uchun infoq, ehson qilishi lozim deganlar. Axir biron bir qishloqda, biron bir tumanda, biron bir joyda bir yetim nohaqlikdan
qon ochligidan, sovuq qotganidan yig'lasa, u joyga Allohning rahmati yog'maydi. U joyga Allohning rahmati tushmaydi. Yana hayron bo'lamiz. Nimaga baraka yo'q? Nimaga hayotimizda mazmun yo'q? Nimaga xursandchilik yo'q? Chunki o'sha yerda qaysidir mazlum ko'ngil yig'lamoqda. Ana endi shu lahzada qalbingizdan mana shu ko'z yosh ila chiqayotgan duolaringizni eshitishni niyatlaymiz. Duo qiling. Allohdan martabangiz ulug' bo'lsin. Iloyim farzandlaringizga bosh bo'ling. Sizni o'stirgan ota-onangizga mingdan ming rahmat. Sobirjon bolam, siz duo qiling. Iloyim ming qiling. Inshaalloh bolalaringiz baxtiga sog' bo'ling. Kimda kim ehson qilgan bo'lsa, iloyim jannatni ravo ko'rsin. Subhanalloh. Alloh hammangizdan rozi bo'lsin. Allohu akbar. Xursandmiz Sobirjon? Subhanalloh, subhanalloh. Iloyim shu farzandlaringiz rohatini ko'ring, kenajon. Bu bolalaringizni endi inshaalloh ishlatmaysiz. Bu yerda ularni otalab olishga ham rozi bo'lgan yaxshi insonlar bor. Yurak amri loyihasida yigitlar nomidan mana bu gul sizga hadya. Rahmat. Jonlaringiz sog' bo'lsin. Bu bolalaringizni onlayn o'qitish bo'lsin. Yig'lang. Kel. Bo'ldi, yig'lang. Yaxshi bo'ladi. Xursandmizmi? Aslan uyla endi. Yaxshilab xusholing, yaxshilab xusholing. Alloh gunohlarimni kechirsin. Mana shu ko'z yoshlar azizlar bizni gunohlarimizni yuvadi, qalbimizni yuvadi. Subhanalloh. Qarang. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bilan jannatda shunday yonma-yon bo'lishni istasangiz, ularning boshini silang. Polis tekkan soch miqdoricha Alloh darajangizni ko'taradi. Polis tekkan soch miqdoricha gunohingizni kechiradi Alloh taolo. Polis tekkan soch miqdoricha siz ajr mukofot yozadi, gunohlaringizni kechiradi, darajangizni ko'taradi. Axir bu haqda sahih hadislar kelmoqda. Qarang qanchalik go'zal kun, qarang qanchalik shodlik. Bu uy hozir nurga to'lib ketdi, shodlikka to'lib ketdi. Ehtimol shu lahzada Alloh hammalarimizni mag'firat etgandir. Biz shuni niyat qilib kelgandik. Allohim shu safarimiz davomida bizga hamroh bo'lgan hamma insonlarimiz qatorida o'zlarimizni ham uylarimizga onadan yangi tug'ilgan go'dakdek begunoh bo'lib kirishimizni nasib etgan deganidek. Ilohim Alloh shuni nasib etsin.